To'qon shahrida 16 ga 20 bo'lgan joyimizni shu ko'rinishda tayyorlab o'rnatdik. Mana o'rtasi keng sahna, uylari yonboshda 4 xona 5 xona 2 etaj pardali uylar tushgan. Tomimiz kamyob holatda chiqqan. Mana tunuka qatircha tayyor holatda bo'ldi, xudo xolasa. Filmalar orasi 1.15 dan, rekalarimiz 65 sm dan qo'yilgan. Bu tomimiz profnasi qatircha tayyor holatda bo'ldi. Xolasa profnasi, xolasa shipirga moslab qilib beramiz. Bu xonalarimizga loymi, penami xohlagan holatda quyilsa bo'laveradi. Loydan ham ko'taradi, penani ham ko'taradi akalar. Hali ko'tarami, ko'tarmaydi degan kepkalarimizga mana shu holatlarda tayyorlab o'rnatdik. Mana o'rtadan ko'rinishi uydan chiqib. Mana xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab akalar, tepadan ham video qilib ko'rsataman. Mana filmalarimiz ichkaridan ko'rinishi. Xudo xolasa bitta bu obyektimiz ham mana shu holatlarda chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz mavjud. Chiroyli holatlarda qilib beramiz. Mana reka qatirishi tayyor holatda bo'ldi. Rekalarimiz ham shu ko'rinishda bo'ldi. Cho'qqisdan ko'rinishi. 16 ga 20 bo'lgan joyimizni mana shu ko'rinishda tayyorlab o'rnatdik. Xudo xolasa tunikasini yopsak, bu obyektimiz ham tayyor holatda bo'ldi. Nomerlarim 97 168 8118. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytib o'tganimdek O'zbekiston bo'ylab mavjud. Vodiy, Toshkent, Voha, Jizzax, Samarqandga xizmat ko'rsataveramiz. Albatta kelishgan holatlarda. Bu obyektimiz kvadrati 170 mingdan to'g'ri kelgan. Videolar so'ngingizda like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar akalar.